11-iyun 2025-yil. Urganch markaziy dehqon bozori so'yladan o'kizlayni. Mana Qo'shko'pirdan aldık. Semental. Harga angusni so'yib olish aldık. 33 milyona yaqinda so'radik angusni. Doktor Jamida so'yib beramasa dedi. 100 mingdan so'yib olish aldık. Yaqinda 33 milyona so'radik. 32 milyon verdik hazır. Xudo xolasa ertaga azanda so'yib olinadi bu. 32 milyon hazır verdik. Azanda 100 mingdan so'yib olinadi. Lekin yaqinda bersangiz 33 milyona olib ketamiz dedik. Yine semental. Aytinglar kan, necha kilo keladi o'kiz? Yaqinda aldık bunu Qo'shko'pirdan. Ne zakaz deymi? Navda baz qo'yadi Qo'shko'pirdan. Ulubek'a gelişip verdi. Aldık mana. Xalasanız so'yib olamiz dedik Ulubek'a. Eğer so'yib beraman deseniz 100 mingdan so'yib olamiz. O'lchanish dasturi yurak, bag'ir, zigirik, ich eti, buyrak yog'i, chorva yog'i, qirqat yog'i, ko'tanli yog'i o'lchanadi dedik. Yo'q, uka dedi, o yaqinda olib ketaver mendan dedi. Gelishib beraman dedi. O yaqinda berdi. Men dedi, borib kelib ömürmeyin dedi, azanda dedi. Şöyle pulunu berib yüklep ketaver dedi. Shuning uchun chaqirdim seni naq pul bo'lgani uchun dedi. Bağam etdi, yemini zor verdim. Mal kilosu yaxshi keladi, so'yib beraman dedi. Yaxshi dedik. Sen zakonni. Zor mallar. Yo'qsiz, semiz zor mallar. Kimde shunday semiz zor mallar bo'lsa aytaverasizlar. Puli naq, so'yib olish bo'lsam, yaqinda bo'lsam, jo'yib esa bo'lsam, aytaverasizlar, gelishib beramiz. Go'sht olib boringlar, go'shtni zo'r aytib beramiz. Her gün shunday zo'r mallar so'yilib turibdi.